أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. insonlarni vaqtinchalik sinov uchun yaratgan va bu sinovda yolg'iz o'ziga ibodat qilgan bandalariga najot bergan va bu ibodatlarni barchasini bandaning o'zi uchun manfaatli qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. O'zining ummatiga Robbisining omonatini to'liq yetkazib, ummatlarini ogohlantirib ketgan taqvodorlarning ustozi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va ahli oilasiga va ashablariga salovat va salomlar bo'lsin. Alloh taolo bandalarini yolg'iz o'ziga ibodat qilishliklari uchun yaratar ekan, ularga buyurgan eng birinchi va eng katta narsa bu tavhid bo'ldi. Ya'ni yakka Allohga ibodat qilish. Va bandalarni qaytargan narsalarining eng kattasi shirk bo'ldi. Ya'ni Allohga biror bir narsani sherik qilish. Butlar, daraxtlar, toshlar, pir, avliyolar va hokazo. Undan keyinla namoz o'qishga, ro'za tutishga va haj qilishga buyurdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Buniyal islamu ala khamsin. Shahadatu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar Rasululloh va iqomus solati va ita'uz zakat va savmu Ramazon va hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Islom 5 narsani ustiga qurildi. Shahodat kalimasini aytishlik, namoz o'qish, zakot berish, ro'za tutish va haj qilish dedilar. Mana shu buyruqlarini kim to'liq bajarsa, ularga jannatlarda ko'z ko'rib quloq eshitmagan narsalarni va'da qildi. Va kim shu buyruqlarini birortasini qasddan tark qilsa, jahannam azobi bilan ogohlantirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Fajtanibu sab'al mubiqot." 7 ta halok qiluvchi narsalardan chetlaninglar dedi. Va bu halok qiluvchi narsalarni 5 tasini oldingi o'tgan eslatmalarimizda aytib o'tdik. Va mana 6-si Alloh farz qilgan Ramazon ro'zasini tark qilishlik. Alloh taolo Ramazon ro'zasini tutishlik farz ekanligini bayon qilib, oyat karimada aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey iymon keltirgan mu'minlar, sizlarga Ramazon ro'zasini tutishlik farz qilindi, xuddi oldingilarga farz qilinganidek taqvo hosil qilishlaringiz uchun dedi. Ro'za yeyish, ichish va shahvatlarni tark qilish bilan Alloh taologa ibodat qilishdir. Bu narsalarni tark qilish bilan inson Alloh taologa ibodat qiladi. Odati bo'lgani uchun yoki badani sog'lom bo'lishligi uchun qilmaydi. Alloh taolo aytadi: "Odam bolasining barcha amallari o'zi uchundir. Magaram ro'za men uchundir, uni mukofotini o'zim beraman" deydi. Kim Ramazon ro'zasini uzursiz tark qilsa, gunoh kabira qilgan bo'ladi. Bizlarda shu ibodatlarning qadri tushib ketgan. Odamlar 5 mahal namoz o'qish, Ramazon ro'zasini tutishdan yiroq bo'lib ketishgan. Buni sababi vallohu alam bu ibodatlarning ahamiyati tushuntirilmagani bo'lsa kerak. Odamlarni juma namozlariga to'p-to'p bo'lib kelganligini ko'rasiz, lekin 5 vaqt namozni o'qiganlarini, Ramazon ro'zasini tutayotganini ko'rmaysiz. Vaholanki bu farzlar islomning ustunlari. Bular bo'lmasa insonning islomi qulaydi. Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Va keyingi gunohi kabira musulmon kishi qodir bo'lib turib haj qilmasligi. Alloh taolo aytadi: "Valillahi alan-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila va man kafara fa innalloha g'aniyyun 'anil 'alamin." insonlardan qodir bo'lganlariga Alloh uchun baytni haj qilishlik farzdir va kimki kofir bo'lsa Alloh olamlardan behojatdir deydi. Har bir musulmon kishiga umrida bir marta qodir bo'lganida Baytullohni haj qilishlik farzdir.
Kimki imkoniyati bo'la turib qasddan uzursiz bormasa, gunoh kabira qilgan bo'ladi. Alloh taolo barchamizni mana bu gunoh kabiralarga tushib qolishlikdan o'zi saqlasin.